25-yil 29-iyun sanasida uxlayotgan joyimda akalar keldi, Rasul akami mehmon Andijondan boq qilaman, valo gilos qilmayapti deb kelibdi. Xudo xolasa Svitariyadan tavsiya qilyapmiz. Xudo xolasa Svitariyadan aka holati zo'r. Biz ham sinovdan o'tdi. Falomon bo'ldi gilosda nimalari. Kalibri ham zo'r bo'ldi. Xudo xolasa Svitariyadan qilsangiz hech qanaqa nima bo'lmaydi. Eksport ham zo'r bo'ladi. Endi ertagi navlari u sizga tushmaydi, siz joyga tushmaydi. Do'stlar, mana gilosimiz 8 navlari bor. Akaga Svitariyadan nima qilyapmiz? Mana Svitariyadan aka meva shoxida mana. Uju kalta pishib, hali bu giloslar Xudo xolasa o'sha davrda yana 5 oy bor aka buni nima qilishga. Noyabrdan boshlaymiz. Mana holatlari bir shoxga tarbiyalaganmiz. Tagi qanaqa deganlarga mana vishnya qora gilosda. Mana qora gilos. Bemalol ko'rsataymi mana. Ha, aslaka tagi. Mana shu vishnya qora gilos bo'ladi mana. Ulanmagan deydi. Qora tagi qanaqa deb hali Magilovkadan ham cho'chislarda aka, to'g'rimi? Magilovkadan juda ko'p cho'chiydi, qurib qoladi deydi. Bu ham erta hosilga kiradi. Hosildorligi ham zo'r. Buni ko'rdik, vishnada nimani ham ko'rdik, Svitariyadan, lekin zo'r. Qilishlarni ko'rdik. Kalibri 30-28 da berdi. Chunki Valavoydan yirik nimasi ham, doni ham zo'r tushdi. So'bo'ylar gilos ko'chatdan, mevali ko'chatdan boq qilaman deyyorlar, kelaverasizlar. Aka, kelganingizdan xursandmiz. Rahmat.